Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz o'quvchilar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan Miftahul Arabiyya A1 gapirish va eshitish 4-bo'lim 1-dars haqida gaplashamiz. Bismillah, boshladik. Al-Wahdatur Robi'a 4-bo'lim. Muhtaviyatul Wahda bo'limimiz o'z ichiga olganki, aqsamul bayt uy qismlarini mubarakun lil baytul jadid yangi uy muborak, ma'aman taskun kim bilan birga turasiz, asasul bayt uy asoslari, ayna mafatihi kalitlarim qayerda, ayna adaul karasi kursilarni qayerga qo'yaman, baytun lil bay' ya'ni sotish yoki sotib olishlik uchun uy. Fi hadhihi al-wahdati sawfa takuna qadiran ala an bu vahdada tez orada qodir bo'lamizki, ya'ni qodir bo'lasizki deb bizga aytilyapti. Tazkuru aqsamil bayt va sifatihi uy qismlari va sifatini zikr qilishga, tazkuru asma al-asasil mavjud fil bayt uydagi mavjud asoslar ismini zikr qilishga, tasdiqdimu zurfil makan zarfi makondan foydalanishga. Al-bayt uy demak bo'limimiz uy haqida ekan. Aqsamul bayt uy qismlari, al-mufradat birliklar, unzur ila kalimatilati thumma istami' va karrir quyidagi kalimalarga qarang, so'ngra eshiting va takrorlang. Demak, eshitib chiqamiz. انظر إلى الكلمات الآتية ثم استمع وكرر. أقسام البيت: بناء، شقة، طابق، غرفة جلوس، غرفة ضيوف، غرفة نوم، حمام، مطبخ، شرفة، حديقة. أثاث البيت: خزانة ملابس، سجادة، سرير، مكتبة، مصباح، مرآة، موقد، براد، أريكة، غسالة ملابس، غسالة أطباق، تلفاز. Lug'atlarni eshitib chiqdik. Bularni o'zbekcha ma'nosini kanalimiz Yusuf Akademiya orqali topishingiz mumkin. Hammasini yozib qo'yganmiz. Hop, keyingisi sil bayna sifat va diddiha. Sifat va uni ziddini bog'lang. Jadidun yangi, demak endi yangini ziddi nima bo'ladi? Eski bo'ladi. Demak, qodimun bor ekan bu yerda. Kabirun katta, kichik kerak bizga. Mana sag'irun. Shu kabi qolganlarni ham bog'lab chiqamiz. ضع دائرة حول الكلمات الغريبة عن أسرة كلمات التي aytilyaptiki, quyidagi so'zlar oilasiga, ya'ni guruhiga mansub bo'lmagan ortiqcha so'zni doiraga oling. Masalan, arikatun, sajjadatun, g'assalatun, tilfazun. Bu yerda bir ortiqcha so'z bor. Shuni doiraga olishimiz kerak ekan. Qolganlari ham xuddi shunday. Imla il-faragha bi kalimatil munasib. Munosib kalima bilan bo'shliqni to'ldiring. Fi ghurfati julus, ya'ni o'tiradigan xonada, yog'i davom etib ketaveradi. Fi ghurfatin nam, yotoqxonada, fil matbaq oshxonada o'zimiz yozishimiz mumkin. Mubarakunul baytul jadid, yangi uy muborak. Istami' va qra. Eshiting va o'qing. Demak, eshitamiz. استمع واقرأ. خير إن شاء الله. ماذا حصل؟ سكنت في بيت جديد. هو بيت جميل جدا. بيت مبارك إن شاء الله. بارك الله فيك. وهل البيت فارغ أو مفروش؟ البيت مفروش. كم غرفة في البيت؟ في البيت 3 غرف: غرفة نوم، وغرفة ضيوف، وغرفة جلوس. وهل البيت واسع؟ نعم، الحمد لله. وماذا في غرفة الجلوس؟ فيها أريكة وتلفاز وطاولة. وهل هناك مكيف؟ لا، لا يوجد مكيف. هل المطبخ واسع؟ لا، هو مناسب. فيه موقد وغسالة صحون وبراد، لكن الحمام ضيق قليلا. يعني البيت مريح. مبارك البيت الجديد مرة أخرى يا مازن. بارك الله فيك يا سوسن.
Demak, bu hikoyamizda bir uy haqida gaplashildi. Bundagi chiqqan yangi lug'atlarni o'sha kanalimizga tashlaymiz. Ulardan foydalanib, bemalol buni tarjima qila olishinglar mumkin. Ta'biratu thaqafiyya, madaniy urf-odat. Bu degani o'sha urf-odatga ko'ra aytiladigan so'z. Xoyrun inshaalloh, mubarakun, barakalloh fik, alhamdulillah. Ajib anil asilati lati. Quyidagi savollarga javob bering. Kam g'urfatan fil bayt? Uyda qancha xona bor? Fil bayt. Uyog'i davom ettirib ketamiz. Limanil baytul jadid. Yangi uy kimga tegishli? Al baytul jadid li. Uy tegishliki. Uyog'i ham davom etiladi. Halil baytu farigun aw mafrushun? Al bayt, ya'ni uy bo'shmi yoki to'ldirilganmi jihozlar bilan? Al bayt. O'sha matndan foydalanib javob beramiz. Do ashratu sahih aw al xata amamal jumal atiya. Quyidagi savollar jumlalar oldiga to'g'ri yoki noto'g'ri ishorasini qo'ying. Fil bayti g'urfatu julus va g'urfatu atfal. Uyda o'tirish xonasi va bolalar xonasi bor. Fil matbah mawqidun va mukayyifun. Oshxonada o'choq va konditsioner bor. Al matbahu vasi'un. Oshxona keng. Al hammamu kabirun. Hammom kattadir. Al baytu murihun. Uy qulay shinam. Ularni qo'yib chiqamiz. Lahiza tarokibalati. Quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling. Kam g'urfatan fi baytik va baytiki? Fi bayti 3 ghuraf. Hal al baytu fariq va mafrush? Al baytu mafrush. Bu iboralar bizni gapirishimizni kuchaytirish uchun kerak bo'ladi. Ko'rib olishimiz mumkin. Masalan, uyingizda qancha xona bor? Kam g'urfatun fi baytik? Fi bayti 3 ghuraf. Hal al baytu fariq va mafrush? Uyingiz bo'shmi yoki bezatilganmi? Al baytu mafrush. Uy tayyor, ya'ni jihozlangan. Madha fi ghurfati julus? O'tirish xonasida nima bor? Fi ghurfati julus arika va tilfaz va tawila. Hal fil matbakh mawqit? Na'am, fil matbakh mawqit. Hal baytuka kabir? Na'am, la bayti saghir. Xuddi shunday. Uktubu su'ala val javob al munasib li jumalilati. Quyidagi jumlalar uchun munosib javob va savolni yozing. Kam g'urfatan fi baytiha? Uni uyida qancha xona bor? Yozamiz. Madha fi ghurfatin nam? Yotoqxonada nima bor? Bularni yozib chiqamiz. Na'am fil matbakh barrod. Hal al matbakhu dayiqun? La. La baytuha kabir. Hal taskunu fi baytin aw fi shaqqa? Askunu wahdi. Lahiz al mithalayn al atayni. Ikki misolni mulohaza qiling. Misol birinchisi askunu fi baytin kabirin. Yangi uyda yashayman. Baytin muzakkarin, kabirin muzakkarin. عندي شقة واسعة. شقة مؤنث واسعة مؤنث. Bu hozir bu yerda mavsuf sifa bo'lyapti. Grammatik jihatdan buni mavsuf sifat deb tarkib qilinadi. Va mavsuf sifatda bir shart borki, jins e'tiboridan bir xil bo'lishligi kerak. Baytin kabirin deganimizda bu yangi katta uy bo'lyapti. Shuning uchun ham bu mavsuf sifat bo'ldi va jins jihatidan bir xil qilindi. Muzakkar. Endi shaqqatun wasi'atun. Keng kvartira. Bunda endi muannas bo'lyapti ikkisi ham. Shuni aytilyapti. Uktubil muzakkar val muannasa lis-sifati lati. Quyidagi sifatlar uchun muzakkar va muannasni yozing. Al muzakkar jadid. Muzakkari endi jadid bo'lsa muannasi jadidatun. Muannasi bor ekan kabiratun. Muzakkari kabirun bo'ladi. Xuddi shu qatori qolganini ham yozib chiqamiz. Iqron nasil ati thumma ixtaril kalimatil munasib. Quyidagi hikoyani o'qing, so'ngra munosib kalimalarni toping. Munosib kalimalarni qo'ying deyilyapti. Marwa taskunu fi madinati Istanbul. Marwa Istanbul shahrida yashaydi. Hiya madinatun. Endi bu yerda nima qilamiz? Kabiratun. Chunki u katta shahar bo'lyapti. Mavsufa bo'lyapti bu yerda ham. Demak, jins jihatidan bir xil qilishimiz kerak. Shu qatori qolganini ham yozib chiqishinglar kerak. Tabaddal ma'a zamilak tarakibalati. Quyidagi tarkiblarni do'stingiz bilan birga almashing. Kam g'urfatan fi baytik yoki baytiki? Fi bayti. Savol javob qilishinglar kerak buni. Unzur ila suratil ati thumma is'al zamilak as'ilatan hawlaha kama fil misal. Aytilyaptiki, quyidagi suratlarga qarang, so'ngra do'stingizdan uni atrofida bo'lgan misoldagidek so'rang. Uni atrofida bo'lganlarni so'rang. Masalan, hal fil g'urfa mukayyif? Xonada konditsioner bormi? La, ma fil g'urfa mukayyif. Yo'q, xonada konditsioner yo'q. Xuddi shu kabi.
yoki hal التلفاز كبير televizor kattami نعم التلفاز كبير televizor katta استخدم الكلمات التي quyidagi kalimalardan foydalaning ماذا هل أو كم جديد قديم كبير صغير واسع ضيق مفروش فارغ demak bular zida bir-biriga الاستمع مع من تسكن kim bilan birga turasan استمع ثم أجب عن الأسئلة الآتية eshiting so'ngra savollarga javob bering استمع ثم أجب عن الأسئلة الآتية. يعقوب من تونس. هو مترجم. هو يعيش في إسطنبول ويسكن في بيت مع أسرته. في بيته 4 غرف. في غرفته سريران وأريكة وطاولة وحاسب ومصباح. أخوه يسكن معه في نفس الغرفة. demak eshitdik ayna yaskunu yaqub yaqub qayerda yashaydi maza ya'malu yaqub yaqub nima ish qiladi hal yaskunu yaqub wahdahu yaqubni o'zi ishlaydimi yashaydimi hal yaskunu yaqub fi baytin aw shaqqa yaqub hovli ya'ni uydami yoki kvartirada yashaydimi maza fi ghurfati yaqub yaqubning xonasida nima bor hal yaqub mutazawwij aw a'zab yaqub oilalimi yoki bo'ydoqmi استمع إلى 3 أشخاص يتحدثون عن منازلهم ثم املأ الجدول الآتية بالمعلومات الصحيحة 3 shaxsni manzillari haqida gaplashishganini eshiting so'ngra quyidagi jadvalga to'g'ri ma'lumotlarni to'ldiring deyapti hozir buni eshitib chiqamiz استمع إلى 3 أشخاص يتحدثون عن منازلهم ثم املأ الجدول الآتي بالمعلومات الصحيحة. اسمي ليزا. أنا من فرنسا. أنا مهندسة حاسب. أسكن في باريس مع زوجي وابنتي. منزلي واسع وجميل لكنه قديم. في المنزل غرفة جلوس وغرفة نوم وغرفة ضيوف وحمام ومطبخ. وللمنزل 5 نوافذ وشرفة كبيرة وله حديقة صغيرة. أنا أحب منزلي كثيرا. اسمي حازم. أنا من مصر من مدينة القاهرة. أنا طالب في كلية الطب في جامعة عين شمس. أسكن في مدينة نصر في شقة واسعة وجديدة. في شقتي غرفة نوم وغرفة جلوس كبيرة وغرفة ضيوف وغرفة للأطفال. الشقة لها شرفة كبيرة وحديقة أيضا. أنا أعزب وأسكن مع أسرتي وجدي وجدتي. اسمي مصطفى. أنا من تركيا. أنا خطاط. أسكن في مكة المكرمة وحدي، وأسرتي تسكن في إسطنبول. منزلي صغير وقديم، فيه غرفة نوم وغرفة جلوس، وفيه مطبخ وحمام أيضا، لكن ليس له شرفة. demak eshitdik burada to'ldirib chiqamiz o'sha shartda aytilganidek istami marratan ukhra thumma ajib anil as'ilatil atiya yana bir bor eshiting so'ngra quyidagi savollarga javob bering demak yana bir bor eshitib chiqamiz استمع إلى 3 أشخاص يتحدثون عن منازلهم ثم املأ الجدول الآتي بالمعلومات الصحيحة. اسمي ليزا. أنا من فرنسا. أنا مهندسة حاسب. أسكن في باريس مع زوجي وابنتي. منزلي واسع وجميل لكنه قديم. في المنزل غرفة جلوس وغرفة نوم وغرفة ضيوف
وحمام ومطبخ. وللمنزل 5 نوافذ وشرفة كبيرة، وله حديقة صغيرة. أنا أحب منزلي كثيرا. اسمي حازم. أنا من مصر، من مدينة القاهرة. أنا طالب في كلية الطب في جامعة عين شمس. أسكن في مدينة نصر، في شقة واسعة وجديدة. في الشقة غرفة نوم، وغرفة جلوس كبيرة، وغرفة ضيوف، وغرفة للأطفال. الشقة لها شرفة كبيرة وحديقة أيضا. أنا أعزب وأسكن مع أسرتي وجدي وجدتي. اسمي مصطفى. أنا من تركيا. أنا خطاط. أسكن في مكة المكرمة وحدي، وأسرتي تسكن في إسطنبول. منزلي صغير وقديم، فيه غرفة نوم وغرفة جلوس، وفيه مطبخ وحمام أيضا، لكن ليس له شرفة. demak keyingisi استمع ثم اكتب الكلمات التي تسمعها في الفراغ. eshiting, so'ngra eshitganingizni bo'sh joylarga yozing. eshitib chiqamiz. استمع ثم اكتب الكلمة التي تسمعها في الفراغ. اسمي حازم. أنا من مصر، من مدينة القاهرة. أنا طالب في كلية الطب في جامعة عين شمس. أسكن في مدينة نصر، في شقة واسعة وجديدة. في الشقة غرفة نوم، وغرفة جلوس كبيرة، وغرفة ضيوف، وغرفة للأطفال. الشقة لها شرفة كبيرة وحديقة أيضا. أنا أعزب وأسكن مع أسرتي وجدي وجدتي. لاحظ التراكيب الآتية. quyidagi tarkiblarni mulohaza qiling. مع من تسكن, kim bilan birga yashaysan? أسكن مع عائلتي, مع أصدقائي وحدي, oilam bilan, do'stlarim bilan yoki o'zim. هل تسكن في بيت أو في شقة? uyda yoki kvartirada turasanmi? أسكن في شقة, kvartirada yashayman. هل تسكن مع أسرتك? oilang bilan birga yashaysanmi? لا أسكن وحدي, yo'q, o'zim yashayman. أين تسكن? أسكن في مدينة دمشق, شارع بغداد, بناء رقمه 45. الطابق الخامس, شقة رقم 10. هل بيتك قريب? uying yaqinmi? نعم. لا, بيتي بعيد. ha yoki uzoq. بيتي قريب من, بعيد عن. قريب منga yaqin, بعيد عن dan uzoq. رتب الكلمات الآتية لتكون جملة مفيدة. foydali jumla bo'lish uchun quyidagi kalimalarni tartiblang. مع تسكنين أسرتك. هل ularni o'zinglar qilib chiqasizlar. اكتب السؤال والجواب المناسب للجمل الآتية. quyidagi jumlalar uchun munosib javob va savolni yozing. bu ham o'sha yuqoridagi bilan bir xil. استخدم الكلمات الآتية. استخدم الضمائر الآتية أنت, أنتِ, وهي. bu zamirlardan foydalanishimiz kerak ekan. هل تسكن في بيت أو في شقة؟ مع من تسكن؟ هل تسكن وحدك؟ أين تسكن؟ أسكن في. shu yuqori bilan bir xil bu ham. مهمة محادثة. rasm chizing, bu muhim emas. Hop, demak darsimiz shu joyigacha ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'assalama, alal liqo.